Siz boravering. Ortingizdan yetib boraman. Yaxshi, men 7 eshikning boshlanishida sizni kutib turaman. Ya Alloh. Meni yolg'iz qoldirma. Meni sendan boshqa madadkorim yo'q. Yana nima bo'ldi, Sitinin? Kesin yana nega yig'layapti? Qancha yupatmay u tinchlanmayapti. Ehtimol u sizning qo'lingizda tinchlanar. Nega yupanmayapti ekan? Ehtimol uning yig'lashi va yupanmasligining boshqa sababi bordir. Ehtimol uning nozik qalbi qo'rqinchli voqeani bashorat qilayotgandir. Qo'rqinchli voqea sodir bo'ladimi? Demak, kesin shu sababli tinchlanmayotgan ekanda. Sen ko'rayotgan bu xona Zulayho va Potifarning juda aziz va yaqin mehmonlari uchun xos xonadir. Bu xonaga borish uchun biz o'tayotgan mana bu 7 eshikdan o'tish kerak. Bu eshiklarning kaliti faqat Zulayho xonimda bo'ladi. Bu Zulayho xonimning amridir. Zulayho xonimga salomlar bo'lsin. Sen meni qulim ekanligingni bilasan. Bu to'g'ri. Bilasanki, qul o'z bekasiga bo'ysunishi kerak. Men qachondir sizga itoatsizlik qilganmidim? Bugun ham menga itoat qilishing kerak. Buyuring, nima qilay? Men o'zimni senga bag'ishlamoqchiman. Men Allohdan panoh topaman. Mendan nima istaysiz? Xiyonat qilishnimi? Men sizga itoat qilaman dedim.
Lekin xiyonat itoatkorlik degani emas. Mendan nima istaysiz? Seni istayman dedim. Turmush o'rtog'ingiz ko'p yillardan beri menga mehribonlik qilib yuqori lavosim berdi. Endi siz unga xiyonat qilishimni xohlaysizmi? Men ham senga mehribon bo'ldim. Siz va turmush o'rtog'ingizdan minnatdorman. Menga qilgan mehribonchiligingizga xiyonat va gunoh bilan javob berishimni kutyapsizmi? Sen mendan qarzdorsan. Senga ko'rsatgan yaxshiliklarimga javob berishing kerak. Qul sifatida menga itoat qilishga majbursan. Sizni menga mehribon qilgan zot mening yolg'iz Allohim edi. Sizdan ko'ra ko'proq unga qarzdorman. Senga yetishish uchun izzatimni yerga urdim. Bu niyatimdan voz kechmayman. Aslo voz kechmayman. Men esa oriyat va g'ururimni o'tkinchi lazzatga almashtirmayman. Bu sir ikkimiz o'rtamizda qoladi. Qanday qilib buni Allohdan yashira olamiz axir? Sen o'z xudoyingdan qo'rqayapsanmi? Men ham undan uyalaman. Bu muammoni yechimi oddiy. Uni ko'zlarini yopib qo'yamiz. Meni kechir, buyuk Ammon. U endi bizni gunohimizga guvoh bo'la olmaydi. Men qudratli, hamma narsani ko'ruvchi va eshituvchi Allohdan qo'rqaman. Bir parcha metal haykalchadan qo'rqish ahmoqlik va kaltafahmlikdan boshqa Sen narsa meni emas. ahmoq va kaltafahm deb atayapsanmi? Men siz kabi yuzlab odamlarni oyoqlarim ostida ezg'ilayman. Sen hatto otlarimni go'ngini tozalashga ham loyiq emassan. Shunda sen buyuk Amonga sig'inishni ahmoqlik belgisi deb hisoblaysanmi? Men senga buyruq berdim va uni bajarasan. Aks holda seni shu yerga dafn ettiraman. Men sizga yolg'iz Allohimning buyrug'ini buzmaydigan darajada itoat qilaman xolos. Bo'ldi. Eng yaxshi javob uni jazolash va ayni shunday javob qaytarishdir. Qattiq jazolash uni nafs va g'aflat uyqusidan uyg'otadi. Ey Allohning payg'ambari, bu Allohdan kelgan vahiydir. Biz seni hech qachon yolg'iz qoldirmaymiz. Zulayxoni jazolama, unga qo'l ko'tarish bilan javob qaytarma. Aks holda u bir necha daqiqadan so'ng Yusuf men uni xohishiga bo'ysunmaganim uchun meni zo'rladi deb aytadi. Shunda sen aybdor bo'lasan. Bu shaytonning tuzog'idan eshikka tomon qoch. Ey Allohning payg'ambari, bu Xudodan kelgan xabardir. Eshik tomon qoch. Eshik tomon qoch. Qochishni iloji yo'q. Sen itoat qilishga majbursan.